Instagramda o'tirsam, oldimdan shu video chiqib qoldi. Kommentariyasini o'qisam, hamma manda o'xshamadi, qimela deb yozibdi. Qani o'xshab ko'rarmikin deb tayyorlashni boshladim. Idishga shakar, smetana solib, olovni yoqib, qizargunicha aylantirib oldim. Rang kirish jarayoni biroz cho'ziladi, qo'rqib ketmanglar. Margarinni solib, aralashtirib olovni o'chiramiz va oldindan tayyorlab olgan formamizga quyamiz. Men konteynerga strech qo'yib oldim, yechishim oson bo'lishi uchun. Obdon sovigandan keyin barmog'imiz bilan tekshirib olamiz va qolipdan yechamiz. Eng mazali iriskalarni rossiyskiy bo'ladi deb o'ylardim, aslida esa o'zimiz tayyorlaganimiz undan-da a'lo bo'ldi. Iris ko'rinishi to'rtburchak bo'lganligi uchun mana xuddi shunaqa qilib kvadrat ko'rinishda kesib oldim. Yeb ko'rdim va shuni aniq ayta olamanki, bu hayotingizdagi eng mazali iriska bo'ladi. Hozir men o'sha ko'rib qolgan videoyim kommentariyasiga kirib izoh qoldiraman va 100% zo'r chiqishini yozaman. Eng mazali iriska retsepti tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Bunday mazali taom uchun har doimgidan ham ko'proq duo olsam kerak-ku. Tuxumni chaqib, o'simlik yog'i, tuz solib yaxshilab aralashtirib, quymoqlarni pishirib olamiz. Idishga qiyma, mayda to'g'ralgan piyoz, qirg'ichdan o'tkazilgan kartoshka, murch, tuz, chesnok solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan qiymamizni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib qo'limiz bilan shakl berib, quymoqlarimizga o'rab olamiz. Taomimiz yanada mazali bo'lishi uchun bittasini o'zini, qolganini labnet va rojniy sirdan surib o'rab chiqdim. Xohishga ko'ra smetana, mayonez, ketchup solib o'rasanglar ham bo'ladi. Menda 400 gramm qiymadan 13 ta quymoqli kotlet chiqdi. Ustiga sariyog' bo'laklaridan joylab pechimizga pishirish uchun yuboramiz. Agar yonda garniri bo'lsa, bittasiga bitta odam to'yishi aniq. Men guruchni pishirib, mayda qilib to'g'ralgan svetofor bolgarskiylar bilan bezak berdim. To'liq retseptni video tagida yozib qoldiraman. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Oddiygina pirojki retsepti deb videoni o'tkazib yuborishga shoshilmaylik. Chunki bu retseptni hamma ham bilmasligi mumkin. Sababi o'zim ham yaqindagina bildim. Ichlari g'oviy bo'lib pishganini ko'ryapsizlarmi? Idishga issiq sut, shakar, dro'jja solib aralashtirib, ustini yopib, aparamizni 5-10 daqiqa oshirib olamiz. Unni eng yaxshisini tanlashda adashmanglar. Menda Admiralning oliy navli unlari. Oshgan aparaga tuxum solib aralashtirib, unni elakdan o'tkazib solib, yumshoqini xamir qorishni boshlaymiz. Eng nozik joyiga ahamiyat bering. Olma sirkasi, xona haroratida erib turgan sariyog'dan solib, yumshoqqina xamirimizni qorib olamiz. 1 soat davomida xamirimizni oshirib olamiz. Zuvalachalarga bo'lib, xohishga ko'ra nachinkalar solib, manda pyure ko'rsatilgandek qilib shakl berib olamiz. Tovaga yog' solib, o'rtacha qizdirib, pirojkilarimizni qizartirib pishirib olamiz. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Ishoning, bu eng zo'r pirojki retsepti. Assalomu alaykum muslimalarim. Ujin obed uchun 20 daqiqada tayyor bo'ladigan issiqqina go'shtli taom tayyorlaymiz. Ishni garnirga go'sht tayyorlashdan boshlaymiz. Tovaga o'simlik yog'i solib, guruchni qovurib, suv, tabga ko'ra tuz hamda sariyog' bo'laklaridan solib, olovni pasaytirib, ustini dimlab qo'yamiz. Taom tez tayyor bo'lishi uchun mol go'shtini yumshoqroq joydan oling. Manda bonfile, O'zbekistondagi eng oliy yog'lardan biri. Yarko o'simlik yog'ida go'shtimizni qovurishni boshlaymiz. Mazali bo'lishi uchun chesnok, yumshoqroq pishishi uchun soyadan solib, biroz dimlab olamiz. Rangli bolgarskiy, pomidor, piyoz va ko'k piyozni to'g'rab olamiz. 10 daqiqa dimlangan go'shtimiz ustidan masalliqlarni ketma-ketlikda solamiz. Piyoz solib birikka aylantirib, rangli bolgarskiylardan solamiz. 1 daqiqacha qovurib, pomidor, tabga ko'ra tuz va to'g'rab olgan ko'k piyozimizni solib aylantiramiz. Qarabsizki, 20 daqiqada taom tayyor. Did bilan chiroyli qilib dasturxonga tortamiz. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Duxovkada tayyorlanadigan, talab eng ko'p bo'ladigan malinali cheescake retsepti bilan bo'lishaman. Pechenyeni maydalab, margarin yoki sariyog'ni eritib, aralashtirib olamiz. Ko'rsatilgandek qilib labneni suvdan suzib olamiz. Pergament solingan qolipga tekislab, sovutgichga yuboramiz. Suvdan sizib olingan tvorojniy sir ustiga shakar solib, shakar eriguncha aralashtirib, qaymoq solib aralashtiramiz. 3 ta tuxumni bittadan ketma-ketlikda solib aralashtirib olamiz. Cheescake tekis bo'lishi uchun bu albatta muhim. Kraxmal solib aralashtirib, qotib olgan ko'rishimiz ustiga massamizni qo'yib 1-2 urib olamiz. Shu joyga ahamiyat bering, pishirayotganingizda albatta listga suv solishni unutmanglar. Bu cheescake'ni yorilib ketmasligi uchun. Falga o'rab pishirsanglar, cheescake chetlari oppoqqina bo'ladi. Cheescake soviguncha malinali qismini tayyorlab olamiz. Malina, shakar, suvga kraxmal solib aralashtirib, gaz ustiga qo'yib qaynab chiqqach, kraxmalli massamizdan solib, quyilguncha aralashtirib turamiz. Sovigan cheescake ustidan qo'yib tekizlab olamiz. Ko'rinishi ham chiroyli, mazasi esa undan a'lo bo'lgan, hammaga birdek yoqadigan cheescake retsepti tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Ko'pchiligimiz uchun yangicha pirog retsepti bilan bo'lishaman. Olmani to'g'rab, shakar, limon suvi bilan aralashtirib, tovada suv tortilgunicha qovurib olamiz.
Un hamda margarinni urpolab, razrixli sil solamiz. Tuxumni chaqib, oqidan sarig'ini ajratib, sariq ustiga shakar solib aralashtiramiz va urpolangan massamiz ustidan quyib aralashtirib olamiz. Qolipdagi qismiga pergament solib, ko'rsatilgandek qilib urpog'imizni uchdan 2 qismini solib olamiz. Tuxum oqiga shakarni solib, bize qilib ko'pirtirib, oppoqqina ko'pirgan massamiz ustidan kraxmal hamda smetanani solib, yana mikserlab olamiz. Korjimiz ustidan birinchi bo'lib suvdan chiqarilgan olmani solib tekislab, ustidan bezeli qismini quyamiz. Qolgan kroshkamizni ko'rsatilgandek qilib sepib, pishirish uchun pechga yuboramiz. Pishgan pirogni yorilganini ko'rib qo'rqib ketmanglar, soviganda tekis bo'lib qoladi. Juda ham oson, mazali, hammada bitida o'xshab chiqadigan noodatiy pirogimiz tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Sochniy mazali lyuля kabob retsepti bilan bo'lishaman. 500 gram qiymaga bitadan kartoshka, piyoz, qizil sabzini qirg'ichdan chiqarib, bitta qizil bolgarskini mayda to'g'rab solamiz. Tuxum tabga ko'ra murch, tuz solib, yaxshilab aralashtirib, qo'limiz yordamida shakl berib olamiz. Shakl berayotganda urib pishitib shakl bering. Duxovka listini yog'lab, kotletlarimizni terishdan oldin vilka yordamida ko'rsatilgandek is tushirib olamiz. Qizib turgan pechda 200 gradusda 30-35 daqiqa davomida pishirib olamiz. Aviko brendi kartoshka shariklari bilan taomimiz yana to'yimli va mazali bo'ladi. Qizib turgan yog'imizda 5-7 daqiqa davomida qovurib olamiz. Bu kartoshkadan bir marta yeb ko'rsanglar, har doim muzlatkichlarda turadigan bo'ladi. Qaynoqqina sochniy lyuля kabobni uksislangan piyoz bilan tanovul qilsangiz bormi? Bay. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang.